Eng yaxshisi, hoş geldingizni yig'ib ish qilsangiz bo'lamki, yenge. Bo'lmasa men uydan qo'g'lanib bo'lganda hech nimaga ulgurmay qolmang. Bo'ladi. Siz yomon bo'lgandan qo'lingizning kelganini qiling. Har qancha bo'lsa-mu go'shimni qiyma qilib, teramda jilta etib, qasqonga dumlab etmaydigansiz. Hay. Nimandaq geping tugmaydi, seni ama tishim og'rib aran yasam. Hay, men kelin achangni kelin bo'lgan to'g'iz etmayman uyga. Hey, opa. Eng yaxshisi, beshig'i balo termay desa, men pul versin. Andın men bu yerdan ko'zinglarda yo'qolma. Hay, nima deysan sen, ha? Nima pulni berdi sana? Sen saqlab bada pul berib qo'yganda qilsan-ku? Akamning puttin maoshini hammani o'zi tutgan bo'lganki, shu pulni bersin. Qarab turmay pul chiqaring ha. Yelimi men sizni bu uyga mehmonga deb necha rat yo'l qo'yib bo'ldim. Men sizga deb qo'yay, to'la haddingizdan oshmang. Uyt kelin xinim. Sizga men kiyimlarimni yuvib qo'ying degandim-ku deyman. Yuvib bo'ldingizmi? Ha, kostyum chapningizni yuvib, daraxt sirtiga yeyib qo'ydim. Havo bek yaxshi keldi ha bugun. Qo'lingizda dardi bormi nima? U kostyum chapinim degan shirkat kiydigan kiyim tursa, bugun men qizlar o'tirishiga boradigan tursam, nima kostyumni yuvib yursiz? Men sizning qaysi kiyimni kiydiganingizni bilmasam. Murasim kiyimimni yuving dedim-ku sizga. Tompaylig'idan-ku hech nimani bilmaydi o shu. Nima kiymam hamdi? Haras yenge, mening amroq diyorim tugabdi-ka, apkelay, men ko'p pul bera. Nima u diyorim degan? Voy, ismat to'liqingizni mark tunamdingiz. Markini bilmagandan pul berishni qo'y bilasiz. Shu pul bering menga. Hey yenge, men aptingizga bir qarab beqa bunda qilib ketmang. Ancha-muncha so'rin ko'rib qo'ying. Atiga akam tishidik qizlar qarab qap, tishidan kelanmay qolsa, uyda shundoq yig'lab o'ltirib qolmang yana. Siz? Hey, nima geping jiq sening? Men azga qilib chiqay uydan, chiqa. Qilg'isat. Jon opa, Nima? Men chiqaman, chiq degandiki. Gepining jiqligi bu bir mening. Çay için afkam. jon, voy opiring bu chayingizni. Kim ichdi o chayni? Opa. Senchi Mativanning 3 qat qo'qaq ichimlikni ichsa, machi qo'qaqni yondirdi. Uning ustiga tambak bayz. Ala. Ha, manda. İçtik bo'lgandiki balam, hammamizga birdan ekanmamsa. Ya bo'lmasa, buningdan keyin hammamiz o'zimizning tamog'ini o'zimiz etib yeylik. Ayrimchilik qildigan ish bo'lsa, mushtalik qilaylik balam. Ha? Opa. Nimish o'zimizning tamog'ini o'zimiz etib yeyotganmiz? Men yengemni bika akaliqma, shundoq uyning 20 yetim ishlarini qildi deb akam apagandimiz. Men qarang qizim, buningdan keyin-chu ikkimiz o'zimiz tushliqlam tamoq etib yeb balam. Men xonimga taladan tamoq buyurtib beraylik, chunmi qizim? Ha? Opa. Jon, tamoq buyurishni bilamdi bu, tompay. Juda qilg'isat emasmi bu bir mening? Men qarang qizim, buningdan keyin-chu buningga qanday muomala qilishni yaxshi o'rganing. Atugin o'zingizga asqatib qoldi balam. Tushundingizmi gapimni? Odam degan bag'u qimmati bo'lsa, qimmatini, qimmati bo'lmasa, haddini bilish kerak ukam. Siz yenge, nima kirlarni yumidingiz yo'q degan-ku men sizga. O'zingiz yo'q. Tompay odam kiralg'on ishlatishni bilmaydi. Bo'pti, kirnigu o'zim joy. Menga sal turib Italiya cho'p etib beramsa. Xonachingiz qarqusaq, unda g'arib tamoqlarni etishni bilmaydi. Eng yaxshisi tamoq yetkazish supsidan buyurtib yanga. Haras opa, qusqingiz ochdimi? Ochdi balam. Menchu baytaxi g'arib taomlar shaharchisidan o'rin zakaz qilib qo'ydim. Ikkimiz berib, tez achchiq tamoqlarni yeb, hardig'imizni chiqarib kelaylikchi. Singlimning qo'li gul, bilimlik bo'lgandan o'zi tamoq etib yeyalaydi haqiqatan. Jiringay balam, berib tez hayotning payzini surib kelaylik. Yenge, qog'ashlan qilpamsizmi? Pulni bo'lsa berasiz, pulim qolmadi. Men degan bu uyning 20 yetimchisi tursam, pul nima ish qildi menda? Pulni-chu av bankachidan akingizdan so'rang. Hey balam, siz-chu buningga eg'izingizni faqat tutib biratmang. Bir yoqdan kirni chilab qo'yib, bir yoqdan tamoq as bo'laverdi. Qilmaydigan ish yo'q.
Bundan keyin sizning xizmatingiz uyning xizmatini qilish emas, balki o'zingizga yaxshi kuyinish. Uqdingizmi qizim? Balkim siz his qildingiz. Sham yo'ruq turaversa, uning yo'ruqligini hech kim sezolmaydi. Ayollarni chidamas dema, chidamdi u soxtalik qilsa.